Yangiboza filiali boshqaruvchi ishlayman. Muhtaram prezidentimiz topshiriqdan asosan shu bizlarga topshiriq berilgan 4 ta tajriba asosida ish tashkil qilish bo'yicha bular ichida 3 tajriba asosida ish tashkil 3 tajriba asosida mijozlar bilan uchrashuv o'tkazib, ularning muammosini maylav qo'llab-quvvatlash va ularni shu orqali doimiy ish o'rganish bo'yicha topshiriq berilgan. Shu jumladan foydalanib sizlar bilan birga uchrashib o'tibmiz. Hurmatli tadbirkorlar, bizga hozirgi kunda bankimizda kredit mahsulotlarini hozirgi kunda bizda mavjud kredit turlarini aytaman. Bular mikroqarzimiz bor, mahalla loyihasi, biznesga ko'mak mahalla loyihasi, unda shuningdek 312 shartga asosan kreditlar mavjud. Yaqinda bizda 4 ta kredit tadbirkorlar subyektlarining qulay rasmiyatida 4 ta kredit turlari joriy qilindi. Bular Malham, Quvvat Plus, Savdogar, Hamkor. Mana muhtaram prezident topshiriqlaridan bizlarda shu tumanimizda mahalla bankiri hamda mahalla agentlari joriy qilindi. Keyinchalik shu tadbirkorlar o'zlaringizda bank aloqada ishlar muammolar bo'lsa, shu bizlarga o'tgan mahalla bankirlari hamda mahalla agentlari bilan murojaat qilsangiz bo'ladi. Hurmatli tadbirkorlar, agar ruxsat bersangiz, hurmatli tadbirkorlar, shu imkoniyatdan foydalanib murojaatlarni bo'ladigan bo'lsa, qiynalishlar shu kunlar qiynab turgan muammolar bo'ladigan bo'lsa, men shularni yozib olib, shu joyni ta'minlashga harakat qilib ko'raman. Agar ruxsat bersangiz bo'lsa, Yani ismim Şarkın Zarfşarlar, Maşallah Şarkı İlginin Kedikleri'ye. Şaban Servar, Şarkın Zarfşarlar. Severga hozir 50 millionga hozirda bizlar kunda mahalla loyihasi yangi mikroqarzimiz joriy qilingan 50 milliongacha beriladi 5 yil muddatga. 2 yillik imtiyozlar bor, 5 yil muddatga beriladi. Hech qanday muammosi yo'q. Bergan tartibda ko'rib chiqib, sizga ijobiy hal qilib beramiz. Muammosi yo'q. Men Zaripova Shahrazona chorvachilik bilan shug'ullanaydi. Menga kerak shu kredit kerak 40 million. Zaripova. Sizga ham shu yuqorida aytayotgandek shu bizlardan shu mahalla loyihasiga shu orqali kirib beramiz. Faqat sizga endi imtiyoz bor. Hozirgi noyabrda 23%dan shu 7 million so'mgacha berib beramiz. Demak, sizga 23%dan berib beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Tadbirkorlar, agar ruxsat bersangiz boshqa narsa bo'lmaydigan bo'lsa, hamma shular kelib eshigini ochib murojaat qilaversa, agar bo'lmasa shu mahalla o'zida murojaat qilsangiz, mahalla bankiri, yana mahalla agentlari bor. Katta rahmat.